Trolleybusga chiqqanmiz, kichkina qisman 10-12. Undan ko'p emas. Trolleybusga chiqsak, bo'shida birinchi chiqqanimizda adam ikkalamiz o'tirganmiz. Adam bilan ketyapmiz, onam yo'q. Adam ikkalamiz o'tirganmiz va bir yoshroq ayol, juvon chiqdi. Adam turdilar, joy berdilar. Tushunmadim. Endi adam yoshlari katta, adamdan yoshroq ayolga turib joy berdilar. Bilan keyin tushganda, "Ada" dedim, "Nimaga o'zingizdan kichkina ayolga joy berdingiz? Sizdan yoshi kichkina-ku" dedim. Savol berganda adam javoblari haligacha esimda. "Bu ayol" dedilar. "U ishlab kelyapti" dedilar. "Uyga borib yana uy ishlarini qiladi" dedilar. "Men erkakman" dedilar. Va ayol kishi turganda men o'tirishim nomaqbul dedilar. Men erkak bo'lganim uchun turib ayol kishiga joy berdim. Erkak kishini bir pog'ona yuqoriligi uni doimo men erkakman deyishida emas, uni xatti harakatida. Ya'ni xatti harakat bu yerda qanaqa meni tasavvurimda? "Men erkakman" deb turdilar, "Siz o'tiring" dedilar. Ko'rasizmi? Yuqoriroqliklarini prosta xatti harakat bilan ko'rsatib berdilar. Keyin yaqin orada bir 2 yil oldin eshitdimki, kulgili narsa xuddi shunaqa. Biz erkakmiz, o'shancha ayollar bizga turib joy berish kerak. Hozirgi yigitlarning ba'zi birlarining gapi. Erkak bir pog'ona yuqori bo'lgani uchun ayol kishi metroga turib joy berish kerak ekan. Qarang-da, qanaqa deylik 20 yil ichida qanaqangi o'zgarish.